Merhum şairimiz Abdurrahim Ötkür'ün Hidayetname namlı şiiri. Hidayetname. Ömür menzilidin tinmay izdidim men hakikatni. Tepekkur boldu bir hadi tepişta çin hidayetni. Tilep her sözgü bay mana, yana canlık pasahetni. Dilim isteydi izharge, hemişe makbul pürsatni. Kelin ey dostlarım emdi, xuşal başlaylı söhbetni. Sözümnün beşi Bismillah, bu müminlik vazifemdir. Sanayu hamdiler etsam tümen minni yana kemdir. Kuruk tuzsuz ibadettin emel evzel akidemdir. Bu davayımgı burhanım muşu yazmış kasidemdir. Tileymen Rabbim Allah'tın kulumga küç ve kuvvetni. Teəccüb eylişer belkim birovlar bu kasidemdin. Əcəblənməz idi içsi eğer bir qatri çeşmemdin. İziktim menmu bir çağlar nagah tevrep aqidemdin. Şükrikim rahnamı tapdi köngül sultanı tevbemdin. İlaha eyligil makbul mana bu baxtu ametni. Tuğulgaç iki mümindin ötüp 58 yıl. Yekulleş saati yetti ömürni emdi estaydil. Nezer salsam bisip ötken yolumga bulmayın gafil. Akur köz yaşlarım goya bulup irtiş veya kinil. Cahanda çekmegey hiç kim menin de köp nadametni. Seherde hemdiler eytar uçar kuşlarımı her demde. Nimişka bulmusun bir his tirik perzenti Adem'de. Vahalen ada bulmay hesapsız karz bu zimmemde. Haman kaynaydı hasretlik pişaymallar bu kalbimde. Ömürni zaya kılmanlar ilip mendin bu ibretni. Bahar yağmurları her tan yuyar hem yaşnatar tağni. İriqlar birli kelgen sumu hatta gülliter bağni. Müyesser kılsı maksadım muratqa yolunu açmaqni. Eritse hiç ecepmez kim közümnün yaşları dağni. Ata kılsa ilahim hazinesidin katre rahmetni. Sıratel müstakim tapmak eğer bulsa nasibemde. Nadamet dağları kalmaz idi mahzun bu sinemde. Ümidim bir biqip iqbal külüp təley pişanemde. Caranlap ketsi kalbimnin sadası bu kasidemde. Nisip eylep yaratkan zat bana bu baxtu saadetni. Hiyalim denizi tinmay çay qılıp hemişe kaynak. Keçiler az yumup közni ve gahi tangıça uygaq. Kolum yetmeydiğen şahkı isildim şunçilik muştak. İlahim öz yar bolgay ümidimge yani cıqraq. Asan eylep bu menzilde mana uçurar muşakkatni. Fikir deryasıga qançı tiren kömgen siri her tün. Köngülnün kirleri şunçu yuyuldi, tarqıdi epsun. Hayatım gerçi pişmanlık, dilimdur natıvan mahzun. Ve lekin can kitabıge koşuldi, tümen min mezmun. Yıkın keltürme ey Rabbim, köngülge emdi gafletni. Tefekkür köz bilen baksı kişi alemge bir merre. Emestur hali hikmettin ve hatta ki hesel here. Adım izat yükselip gerçi atomdin taptı mol zerre. Ve lekin bipayan sır denizidin bu tehi azgını katre. İlaha kıl kerem köpürek bileyli siru hikmetni. Bilip yetken siri insan hazinen sirini köpürek.
ko'ngil ro'shanlashib andin tonur o'z zotini xo'proq. Misol qarg'u nichuk bilsun quyosh qandog'u ay qandoq. Bilur ammo go'dak hatto nichukdur gul nichuk yaproq. Demakki ma'rifatdan jon topur aqli farosatni. Tümen ming yil davomida o'tib sonsiz aql donish. Hayot sirini bilmakni qilishdi orzu ham xohish. Birovlar qilsimu kuchab xudosizlikni farmoyish. Va lekin aksiri mutlaq ilib maydonda azmoyish. Oxiri u itrof qildi ulug' bir ruhi qudratni. Misol bir qatridan odam bino bo'lganni o'ylab boq. Ana qarnida bu jonga havo bo'lganni o'ylab boq. Tug'ilmoq soati yetsa ana bo'lganni o'ylab boq. Munu mushkulga na qonun panoh bo'lganni o'ylab boq. Shu chaqda tapqusi qalbing birer mantiqi fikratni. Bugun pan yuksilib shuncha qilur parvozini erkin. Va hatto oy va yulduzda yer o'g'li yoqqusi yolqun. Buna avlodi odamizot o'qur ming madhiya talqin. Lekin odam bino qilmoq bu odamga nechuk mumkin. Yaratgan Tangridan boshqa kishi tapmas bu qudratni. Nimishqa oyoq ikki, ko'z ikki, ig'iz birdir. Yana ko'zlarga qosh kirpik bino qilgan qaysi tahrirdir. Nimishqa ming kishi chehri, yana ming xilda tasvirdir. Qani aytingchu, bu sirg'i nechuk so'z to'g'ri ta'birdir. Tafakkur ochqusi kang yo'l tushunmakka bu suratni. Ölümni o'ylasa har kim bilur o'z zotini andin. Tug'ilmoq so'ngra o'lmaklik ayondur hammaga oydin. Lekin nada, qachon, qandoq o'lishni kim bilur oldin? Ichilmas sir bo'lib keldi bu mavzu davri davrandin. Hamisha yig'simu dunyo bu sirg'i hamma diqqatni. Ölümge bir davo izlab jahondin ketdi ko'p dana. Va lekin topmadi hech kim bu ishdan zarracha ma'no. Aristo yoki Luqmondek hakimlarmu bimustasno deyishdi oxiri mutlaq ulug' qudratga omanno. Demak mu'min emas buzmaq bu qonuniy zaruratni. Quyosh, ay ve yulduzlar samoda sayir etib her gün. Muayyen yol ve tertipti hatasiz devir eter her gün. Buna hakim iken mutlak, acep bir muntazim kanun. Bu cheksiz kainat tapmış, eşu xilda tola mezmun. Yurub nurlanğusi kalbin, düşengeçge bu haletni. Ve belki bazılar eytar tüzelmeklik tabiattur. Vahalenki tabiat hem acep bir xilda hayattur. Bu alem sirleri bizge hunun bir yaxshi ibrettur. Şeğil taş her zaman taştur. Zumretler zumrettur. Tefekkür taşkını yutsun. Kören batıl cehaletni. Misal pen hüner eseri kurup hikmet dukanini. Yarattı iftiharlık bu mucizetler zamanini. Yana hem aşkısı köplep büyük himmet davanini. Lekin Adem tügül hatta onun bir katri kanini yasalmaz her nüçük alim kılıp taklit bu kudretni. Hayatlık sırığa tekrar tuxumni keltirey burhan. Toxusiz alur her kim tuxumdin çocuğunu asan. Egerçi yani ming hasti terakki kılsımı devran. Tuxumning özini lekin yasalmaz belki bu insan. Demek mahluk haman mahluk. Bilur xaliqli xalqatni.
nazar salsak agar buğday va yoki boshqa bir donga, terib o'stirmasa dehqon husul to'lmaydi xamanға. Agarcha don yasash mumkin bo'lib qolsidi insonga, zavodlarda yasab har kun puli to'xtaydi arzonga. Demak maxluq emas qodir yaratmoqqa tabiatni. Hayotlik sirlari shundoq ajoyib kengri dunyodir. Bilib yetkinimiz tomcha, agar u bahri daryodir. Kimki mavjudat zaten ulug' hikmatlar ahyodir. Ki tuproq bo'lmadi kimyo, magar bo'lsa u xulyodir. Hayot qonuni har damda qilur takror bu ibratni. Misalni yani yüzlab tepish mushkul emas har an. Va lekin hammadan a'lo ulug' mo'jizadir Qur'on. Xususan bo'lsa tafsiri yetib ashar sura Rahman. Kifoya qilmasa kashki ashuncha ma tukazziban. Qulubluq bo'lmasa qalbing qubul aylar bu ne'matni. Tuluq 14 asr o'tdi, na ishlar bo'lmadi sodir. Nimiki desa Qur'onda bugun dunyoda shu zohir. Buningdek mo'jiza ishiga nechuk maxluq bo'lur qodir. Uning ta'rifiga so'zni topur qaydin adib shoir. Nisib qilmaydikan Tangri agar tilg'i balog'atni. O'tib 1400 yil havodisalar bilan bir birer ish qolmadi shaklan va ma'nan bo'lmag'ay tag'yir. Birovlar qas bilan har an Qur'on beti qilsimu tahrir. Lekin o'zgarmadi bir harf, birer sakin va yoki zir. Tushunmaklik na mushkuldir bu mo'jiza karomatni. Butun umrida yo maktab ya ustoz ko'rmagan bir zot. Butun insonga yo'lboshchi bo'lib yetishdigu hayhot. Tepib quddusi qudratning ulug' anvoridan irshod. Nubuvvat asrining shonliq tug'ini aylisa bu niyat. Nichukmu itrob qilmas aql mundoq haqiqatni. O'qib ko'rsak bu tarixni ajab bir asri hikmatdir. Muborak tarjima holi tamomi fazli xislatdir. Raqiblar itrofimu bunga albatta hujjatdir. Bu zatning ismi sharifi Rasul Akram Muhammaddir. Yaratdi mangu o'lmas bir ulug' asri saodatni. Nabuvvat tangi atmasda Arabning holini aslan. Jaholat dastidan elning ayonch ahvolini aslan. Zalolat ham rezillikning yovuz imsolini aslan. Misal bir qiz tug'ilsa gar zabun iqbolini aslan. Yimirdi nubuvvatla Arabdin barcha zulmatni. Vahiyni ba'zilar ilhom deyishdi bir zaman hukman. Vaholanki ulug' Qur'on amastur qissi ya roman. Uni ilhom bilan ijod qilishga bo'lsa gar imkon. Nimishqa yozmadi bir kim yana ikkinchi bir Qur'on. Nichukmu itrob qilmas kishi mundoq haqiqatni. Birovlar qildilar da'vo nabiylik ustida hatto. Tepib ming hili nayranglar o'zini ko'rsatib taqvo. Yezib oyatga taqlidlar va hatto qilsimu g'avg'o. Jahondan ketdilar lekin bo'lib olamga ming rasvo. Topolmas chunki botillik haqiqiy shonu shuhratni. Bularning hammasi jonliq ulug' mo'jiza albatta. Yana qandoq dalil lozim bayon qilmoqqa bu haqda. Aql sohiblari jondan o'tar tasdiq qanoatda. Agarchi yo'q desa ba'zi muxoliflar jaholatda. O'ziga rahnoma qilsin adil mardona fikratni.
bayon qilganlarim garchi dengizdan tomchidir ammo namoyandir quyosh aksi bir tomchi suvdimu hatto qasidam algi yetkizsa hidoyatdan birar ma'no mukofot shu edi men uchun emasman o'zgiga tashno ko'chatni tikkuchi mayli ko'ralmay o'tsi rohatni aqidam haqqi bog'langan bu yo'lda e'timodim bor shukrikim haq ato qilgan iroda e'tiqodim bor aqida sohibi bo'lg'ach dilimda faxru yodim bor demayman muncha gustohlik qilishga nima haddim bor pisand qilmas ko'ngil chunki quruq ta'ni malomatni jahon boqiy emas luqmon chig'ida topmidi darmon misoldur Rumi İskandar ve hatta vahşi Çingizxon kelib ketmek bilen meşgul jahonga behisab karvan öter dünya keçer dünya fakat haqli sürer davron ömür menzilida topdim nihayet şu haqiqatni bahar bo'ldi bütün dünya yüzüde ilimlik elge ishongan ham tushungan amalda ishlaganlarga quloq solmay ulug' tangrim so'ziga amal qilmay quruq da'voda bo'lganlar to'yinmas bir qo'noq nonga buyuk islom o'rgatgan bizga bilmak ham tirishmoqni chaqirgan ustun bo'lmoqqa egilmay ajnabiy xonga ulug' tangrim echildursang dilim bog'ida gul atra temitsang rahmating daryosidan qalbimga bir qatra o'chirsang cho'ng kichik qilmishlarim qilmay meni rasvo qiyomat dashtida yapsang gunohim aylisang satra hayotim dunyoda qurboning gar o'lsam maqsadim rizvon rasululloh yo'li uchun umrim borini aylisam nazra ulug' Rabbimiz Allohdan marhum shoirimiz Abdurahim O'tkirga cheksiz rahmat va kengligi osmon zaminlarcha bo'lgan jannat tilaymiz.